Bir oydan keyin tug'ib olasan, xotin. O'yla, tug'voraydim bola. Biroq ko'zga qara, beraman. Tavba qildim. Yo'limdan qoch, beraman-ku. Iloyo ilovanda tug'ilajak farzandingni eson-omon qo'lingga olgin-da, iloyim kuni bilan tuni almashib, kechasi bilan uxlamay chiqlaring. Amin, Allohu akbar. Sen meni qarg'adingmi hali? Ana endi ko'rasan, qani ilohoning nafsing chiqillab chillalik payting pomidor bilan uzumni bilmasdan yeb qo'ygin. Ha, yangacha unaqa qo'pol qarg'ama. Kerak bo'lsa sanlanib olayni. Kechqurun 3 ta kashasi qolmay qolsin. Chiqmoz. Kashadan ketmang, iloyim sanlanib ochang, eng qimmat karbita kashasidan boshqasini ichmasin. Ana shunga o'rganib qolsin. Bir o'yga bormay bular bankrot bo'lib mahallada temir daftarga tushadi. Men o'zi bilan fatalité qilaman. Men qarang, 1 yildan keyin xotini ziyarat chiqsin, ikkovlari ikkita bachaga qaramay qiynalib chiqinglar, qaynonangizga yordam bermasin. Yordam! Ayzanacha, endi o'zingdan ko'r. Sen esa bachangni chiqayotgan payt shunchalik qiynalib chiqsin, xotin ikkalang bolaga qarab uxlolmay chiqqan. Qarang dedimmi? Xotin qarayni shunaqa qarg'ayman bular. Qo'qonlik tabibam yordam bera olmay qoladi. Sanlanib o'llaring borki, faqat qo'lga o'rgansin. Yerga yotqizsang yig'lasin. Tolkata ko'tar yurlaring. Qarg'ay. Qarg'ishni Pro Max keldi. Iloyim kechqurun bachangni beshikka belagan payting ana bulbulchasi shumakdan chiqib ketib, Magic City'ni fontanida uchirsin. To'xta, xotin, sur qarg'ash uylaylikda to'xta. Ha, bo'li, kel, qo'paradigandan kel, qo'paradigan. Ilohim sanlar Xonsaroydan uy oda 20 ming, 25 ming dollar xarajat qilib, yevro remontga bachalaring devorlariga chizib, abo'ylarni qo'parib tashasin o'g'lim. Sen esa bolalaringni onangnikiga olib borib kasal qilib kelganingda qaynonangdan kuchukday gap eshitib, qaytib borib kela olmaydigan bo'lgan. Endi bo'ldi kasallarni. Ay, dodish. Ay, dardim. Bachang tiqi degan o'zga ham tursin. Sen usting qochib ketsin. Voy, yig'laymi bu? Kalaskada bacha bilan kelyapman-u. Qarmayna, yana sammi? Qani ilohim. Amin. Ering bilan romantika qilayotgan payting har doim bachang turib xalaqit beraversin. Amin, yomon qil. Boshida aperkot kerak emasdi-da. Sen kaltosh yana boshladingmi? Bu mamla o'ynashda qani ilohim qo'lda oching. Sen esa bolang bilan poliklinikaga borganingda ochib taqab ket. Ko'z oldinga ana mesestra o'zini tanishlarini olib kirib ketsin. Brat, xotinlanishiga bekkor aralashdingiz. Qara o'zni xotin comeback qilaman. Ilohim, bolang tualetga kirib, o'zini ustida o'zi eshikni bilmasdan quplab qo'ysin. Xotin bitta tesha tegmagan qarashni aytdi. Sen esa bachang bilan mehmonga borganingda o'sha yerdagi o'yinchoqlarni olib ketaman deb yotib olib irillab yig'lasin. Buni qara xotin, bittada insult beradigan qarg'ish. Ilohim, bolang bilan parkka borgan paytda parkning eshigidan chiqish joyida popcorn, sharcha, buni yonadigan o'yinchoqlar sotadigan yonida bolang o'tirib olib, "Ober" deb yig'lasin. Salla bo'lsa bitta sharni 50 ming so'mga olib bergin-da, orqang lov yo'q. Bittada stressga tushiradigan qarg'ishni eshit. Iloyim 16-qavatda turginda, liftdan chiqayotgan payting lift ishlamay qolsin. Klaskani yelkangga olib 16 qavat qiynalib chiqqinda, chiqqan payting lift ishlab ketsin. Ana endi salla eshiklaring. Biror joydan kelayotganingda 5 minutgina bo'lsa ham bachang mashina ichida uxlab qolsin. Kechqurun kel va pishi sallaga uyqu bermasin. To'g'ri, xotin. Doполнительный qarg'ish. Qani ilohim, mana shu yozda bola chaqa bilan biron bir davlatga sayohatga borib kelinglar. Amin. Qarg'amatiz bilan duo qilib qo'ydisiz. Xotin, bu duo ostidagi qarg'ish. Bular bola chaqa bilan biron bir joyga sayohatga borsa, bular dodini yeydi.